Bugun institutimiz talabalari uchun yana nimalar kerak deb o'ylaysiz? Salqin joy kerak. Ko'proq darsli kitoblar kerak. Hamma narsa bor. Hamma sharoit yaxshi, hammasi yetarli. Sport to'garaklar tashkillash kerak ko'proq. Ko'proq, masalan, bizda amaliyotlarga olib chiqish kerak, chunki realni o'rganganimiz bizga anchagina foyda beradi. Dekanlarimiz bilan uchrashuvlarni ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Bugun talabalarga institutimizda yana Endi biz institutimiz darvozasini, kirish qismlarini ancha rivojlantirish kerak, kengaytirib, chiroyli holatga keltirish kerak. O'sha institut nomini berish kerak darvozaga. Chiroyli yo'nalishga keltirish kerak. Kattalashtirish kerak. Kitob o'qigan joylar, ya'ni kutubxonada ko'plab kitoblar bo'lishi kerak. Kitob o'qigan joylar kerak bizga. Yo'q, shiddatli harakat kerak. Kuchli deyapmiz, mana kuchli harakat kerak. Dars vaqtini to'g'ri qo'ysa bo'ldi. Chunki bir xil ishlaydigan talabalar bor. Birinchi paraga qo'yib qo'ygan, 2, 3 yo'q, 4 da borda. Ishlashga noqulay. Leksiyalar ko'paytirsa yaxshi bo'lardi. Leksiyalarimiz kam, umuman bizni. Akmal Abduqahhorovichga kattakon rahmat aytaman. Institutimizda barcha yo'nalishlarga, barcha sohalarga bo'sh paytda shug'ullanishga juda katta imkoniyatlar bor va shuningdek san'atga qiziqishim katta bo'lgani tufayli bo'sh paytlarda pianino chalgani sharoit qilib berishsa ham yaxshi bo'lardi.